Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Amerika hukumatı Sharq Turkistondagi zulmga sherik bo'lgan amaldorlarga viza cheklamiz qo'ydi. G'o'ljidagi Taksim sud sarayining direktori Anvar Tursunga sud ochilgan. Qutadg'ubilik muhokama yig'ini ochildi. Xitoy Turkiya bozorining har sohada g'oyat zo'r kuchi borligini bildirdi. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Amerika Xitoy sud söhbəti başlanış arpısında Trump hökuməti Şərq Türkistondakı siyasi bastırışqa şerik bolğan Xitoy əməldarlarına Amerika viza çəklimiz qoyduğanlığını elan qıldı. 8 oktyabr Amerika ovozi xabarida Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo mazkur qarorning Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlar ommasini tutqun qilish va xo'rlashga mas'ul amaldorlarni nishon qilganligini alohida eskartib, Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoy Xalq Jumhuriyatini Xinjiangdagi zulmlarni tizdan oyoqlashtirish, begunoh tutqun qilinganlarni darhol qo'yib etishni. Mazkur qarorning elinishi Amerika hukumatining 7 oktyabr kuni Amerika Sud ministerligi Xitoyning 28 jamoat xavfsizlik organi va 8 texnik shirkatlarni savdo qor tizimiga kirgizganligining to'liqlamasi ekanligini e'lon qildi. Amerika Avam palatasi a'zolari ilgari atalmış Xinjiangning eng yuqori amaldori, burun Tibetning yuqori amaldori Qin Chuangoni jazolashga taklif bergan. Erkin Asiya radiosi xabari. 8 oktyabr kuni G'o'lji vaziyatidan xabardor kishilardan biri G'o'lji shahridagi Taksim sud sarayining direktori Anvar Tursun ustidan sud ochilganligini ma'lum qildi. Erkin Asiya radiosi muxbirining G'o'lji shahar tavasidagi aloqador organlarga qarata ilib bo'lgan telefon ziyoratlari orqali mazkur uchurning to'g'riligi dalillandi. Ma'lum bo'lishicha, oila a'zolari qatnashtirilmagan va advokatsiz ochilgan bu sudda hukm chiqarish 3 oy keyinga qoldirilgan ekan. İlgari ijtimoiy taratqularda Anvar Tursun haqida berilgan xabarlarda bu yil 50 yoshga kirgan Anvar Tursun G'o'lji shahrining Harambog' ko'cha boshqarmasi Yangi hayot aholilar rayonida o'tirishlik bo'lib, u o'g'li Azimat Anvarni Turkiyada o'qitganlik uchun o'g'li bilan birlik tutqun qilingan. G'o'lji shaharlik soqchi idorasining navbatchi xodimi tutqun Anvar Tursun tava bo'lgan Yangi hayot soqchixonasining telefon nomerini ta'minlagan bo'lsa-mu, ammo uning navbatdagi ahvoli haqida ma'lumot berolmadi. Yangi hayot soqchixonasining bir xodimi 8 oktyabr kuni tushdan burun Anvar Tursun haqida sud ochilganligini dalillagan. Uning bayonlarida ma'lum bo'lishicha, Anvar Tursun ustidan ochilgan sudga Anvar Tursunning oila a'zolarimi, Anvar Tursun tava bo'lgan Achal aholi komiteti xodimlari qatnashtirilmagan. Advokatsiz ochilgan bu sudda hukm 3 oy keyin chiqarilishi qoldirilgan. Sudning jarayonidan Yangi hayot soqchixona xodimlari xabarsiz qolganligini, Anvar Tursunning Turkiya bilan savdo qilganlik uchun o'g'li Azimat Anvarning bo'lsa Xitoyning 9 yillik majburiy ma'rif tuzumini ko'zga ilmaganlik uchun tutqun ekanligini, Anvar Tursun bilan birlikda kimlarning sudlanganligidan xabarsizligini, Azimat Anvarning texnik sudlanmaganligini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Fen Ma'arif ve Medeniyet Komiteti 2019 yılını Qutadg'ubilik yili deb e'lon qilib, 26 sentabr kunidan 28 sentabr kunigacha Anqarada Qutadg'ubilik ilmiy muhokama yig'ini o'tkazdi. 16 davlatdan kelgan 130 nafar ilmiy tadqiqotchi o'zlarining ilmiy maqolasini o'qib o'tdi. Shundaqla Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyatini o'tirib qo'yildi. Yig'inga Turkiyadagi tonilgan turkologlardan professor doktor Ahmad Bijan Arjilason, professor doktor Osman Fikri Sertqaya, Amerika Michigan Universitetining professori Timur Qo'chaoğlu qatorliq dangliq tadqiqotchilar Ozarbayjon bilan Turkiyaning ba'zi parlament a'zolari yig'in qatnashdi va muhim so'z qildi. Uning g'ulablar 3 oktyabrdan 5 oktyabr kunigacha Anqaradagi Hoji Bayram Vali universitetida xalqaro Qutadg'ubilik ilmiy muhokama yig'ini o'tkazilib, 10 davlatdan 100 dan ortiq kishilar qatnashdi va ilmiy doklad berdi. Amerika Michigan Universitetining professori Timur Qo'chaoğlu Qutadg'ubilik nomli klassik asarning 11-asrda o'tgan ulug' mutafakkur Yusuf Xasojib tomonidan yozilgan siyosatnoma ekanligini, bu asarning barliq turkiy xalqlarni birlashtirgan adabiy namoyon ekanligini, Turkiyada va dunyoda Qutadg'ubilikka zo'r ahamiyat berayotgan mezgilda Qutadg'ubilikning merosxo'rlari bo'lgan Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatining intayin ig'ir ekanligini, buni dunyo jamoatchiligiga anglatish kerakligini bildirdi. Turkiya til tadqiqot idorasining to'r betidagi ma'lumotlarga asoslanganda, Qutadg'ubilik yili munosabati bilan hozirgacha bo'lgan 10 oy ichida Turkiyada 20 atrofida faoliyat o'tkazilgan. Turkiya taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy temir yo'l qurilish guruhi bozor va setish bilimining direktori Buyamin Anadolu agentligi so'z qilganda, Turkiya va Xitoyning hamkorlik yoshirin kuchi haqida to'xtalib, Turkiya bozorining har sohada g'oyat zo'r yoshirin kuchi borligini, Turkiya bilan hamkorlashib, Turkiyaning temir yo'l, metro va yuqori sur'atli temir yo'l liniyalarini jonlantirishni xohlaydiganligini bildirib, o'zining dunyodagi eng chong binokorlik va temir yo'l guruhi ekanligini, yuqori sur'atli tosh yo'l qurilishida mo'l tajribasi borligini, nurg'ulg'an sifatli yuqori sur'atli temir yo'llarini yasaganligi, Xitoydagi 3 dan 2 qism temir yo'l qurilishiga mas'ul bo'lganligini ta'kidlab, Turkiyaning temir yo'l taraqqiyoti jihatida zo'r ehtiyoj borligini, Turkiya bozorining zo'r yoshirin kuchi bor bo'lib, o'zlari uchun intayin yaxshi bir fursat ekanligini, har turli fursatlardan foydalanib, hukumat va sud sohasi bilan hamkorlik sheriklik munosabatini taraqqiy qildirishni umid qilganligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.